Shunaqasini ko'rganmisiz, aka? 20 ming kilometr yurgan BMW G30 530E, ya'ni 2 litrli twin turbo yetmaganiga gibrid. Necha litr rasxod qiladi? Biladiganlar bormi? Kommentariyaga yozib ketinglar. 20 ming kilometr yurgan. Tasavvur qilyapsizmi? Men o'zim shaxsan eng kam yurganini 50 ming kilometr yurganini sotganman. Bu yengidek mashina ekan. Kraskasi ham top-toza. Bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Bitta mana shu chap tomon krillosida miyatina qilib chiqarilgan joyi bor ekan, rasmlarigacha bor, aka. Niyat qildim deb yozib qo'yavering. Niyatda gap katta. Hammamizga kamida mana shunaqa yengidek mashinalar haydash nasib qilsin. Nima dedinglar? Aka, lyuklarigacha bor, 4 eshik davodchiklari bor, salon holatlari, Harman Kardon akustikasi, head-up display, abduf, abagrev, rullarigacha qiziydi, monitorlarida jestlari ham bor. Yana nima kerak? Даже orqa ikkita eshikda pardalarigacha bor. Gibrid bo'lsa, xo'p, mashinada naq 400 taga yaqinroq ot kuchi bor. Aka, 2 litr ekan, yurmaydi deb o'ylamang. Trasstalarigacha qilib chiqilgan. Pultdan o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Ovozini eshitsangiz ham ovozlari ham normalniy, приятный chiqyapti. Okey, salon holatlarini полностью ko'rishingiz mumkin. Keyin oldi, orqa spoilerlari, mana bu obveslari deydimi, polniy karbondan qilib chiqishibdi. Original karbon ekan, okey? Narxi nech pul deb o'ylaysiz? Narxini aytishimdan oldin bitta like bosib qo'yaveringlar. Siz like bossangiz, okey? Ko'proq odam ko'rib manfaatliroq bo'ladi. Bosdingizmi? Bosing. $61,900 realniy puli borga sodasi bor. Endi realniy pulingiz naqd bo'lsa, Primo egalariga telefon qilib, aka nech pulga berasiz? Bu yoqdan gaplashib olsanglar bo'ladi. Bosib yuboring, BMW G30 bunaqasi kam.